Ben oturup videoyu ko'rdim. Qachondir shu aka bilan ko'rsam, nimasinidir ko'tarishga sal-sal qisam qo'yaman. Xudo do'st to'g'ri qildi, o'zingiz keldingizda. Ha, bachchani nima qilib olgan aka? Bo'ldi. Mashina savdo qilayotgan bo'lsam, faqat bitta maqsad uchun savdo qilaman, aka. Mashinada narxini tushiray, kambag'alni uyga kreditga emas, naqdga mashina tursin. Biza mana pulni olganingiz emasman-da. Kredit olmasin. Meni musofir yurtga aka ro'zg'or boqaman deb chiqib ketdingiz. Shunday. Xudo omadni berdi. Aka omad deyilmaydi. U aka omad u boshqa narsa. Sizni odamgarchiligingiz o'sha ishni qildirtirdi-da. Rahmat. Hamma buni omadga, aka baxt qushi qo'ndi, yo baxt qushi qo'nmadi. Aka shunday risk qildi, qo'li sinsa ham o'sha payti boshi yorilsa ham o'sha ishni qilaychi-da shu odam, to'g'rimi? To'g'ri. Bu risk omadga yo'yapti hamma. To'g'ri, omaddir. Lekin meni nazlimga, o'zimning shaxsiy fikrim, aka bu boki mard ishi. Bo'ldi, olib chiqinglar aka, shunda generalni qilib berib qayda boringlar. Rahmat. Joni sog' bo'lsin. Kattaga rahmat aka. Qarang aka, Rezon 4 millionga olganman. Rezon 5 million yozib qo'yibman. Ochiq yuring. Ko'rdingiz mashinani. Sizga 100 millionga berdim. Shu boy O'zbekiston faxrini teppa olib chiqqaningiz uchun aka men adduchi yurayda 14 million minusga sizga rozi bo'lib berdim. Rahmat. Adduchi maza qilib mening rahmat akalar ko'paysin. Sizda yana 4 ta aka chiqsa, O'zbekistonning nomi juda ulug'lanadi, teppaga ko'tariladi-da. Hamma aytaman, men pul olganingiz emasman. Bu qanday mana gubernator bilan ko'rishdingiz, pul berdi. Hamma keyin pulga qiziqib akani omadi bor ekanda. Aka o'sha gubernator pul bermasa ham siz shu ishni qildingiz, to'g'rimi? Gubernator pul berishini bilib turib qilmadingiz-ku. Yo'q, haqiqatan. Bu ishni qilishingizdan oldin siz shunday tonilib ketaman, hozir men shu ishni qiladi deb qilmadingiz-ku, to'g'rimi? Hamma boshqacha yo'yib qoldi-da. Akani nazliya o'zini bo'lishdi, lekin akani nazliya bo'lsa, o'sha mana qilinmasdan oldin qilingandan keyin shuncha ish bo'lishini hech kim bilmagan, aka ham bilmagan. Aka o'zini urdi o'sha yerda. To'xta shu bachcha tushib ketyapti deb o'zini urdi, qildi. Keyin hamma narsa portladi. Lekin o'shangacha o'sha ishni qilishga manfaat duxi balandlik qildi. Aka shu ham borki, shunday aka men 14 million, 15 million pullarni aka men bu qo'tsam yana 1,5-2 kunga topaman, 3 kunga topaman, to'g'risi-da. Lekin men roziman o'sha men 3 kunlik mehnatimga sizga o'tgani O'zbekiston nomini ko'tarib berganingiz uchun aka. Rahmat akajon. Rahmat. Ko'ngildan. Barma, sizlar hozirga bo'lsam qo'shilsa xursand bo'laman. Shu uchun Rahmat aka. Endi joni sog' bo'lsin. O'z ko'rish niyatim bor edi. Meni ham bor edi endi. Men prosta siz bilan ko'rsam hamma hozir paxtachilik yuribdi. O'shanaqa bo'lib qolmasin. Lekin real hayotga mayli. Soviydi-ku, bu narsalar esdan chiqadi. 5 oy o'tadi, 4 oy o'tadi. Keyin ko'rshamanda shu akani nimasidir bir ko'nglimdan yengillik qilib beraman dedim. O'zim Xudo do'st bo'ldim. Kattaga rahmat. Men sizni ko'rishda xursandman aka. Kattaga rahmat. Sizga insonni ko'paytir. Men minnatdorman aka. Endi savdomni qilaman. Sizga mashinani qilib berishadi. Bo'ldi aka, xo'p. Hop. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Keyin kirib xayrlashib ketaman aka. Yaxshi.